Bismillahirrahmanirrahim. Sura Shura. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Hamim. Ha mim. Ayn sin qaf. Ayn sin qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. G'olib, hikmat bilan ish qilg'uchi Alloh sana va sendin ilgirki payg'ambarlarga mushundoq vahiy qiladi. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. Osmonlardagi shay'iylar va zemindagi shay'iylar Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Alloh ustundir, kattadir. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Allah'ның kattılıqıdın osmonlar yuqori tarafidan yerilib ketishga tos qoladi. Farishtalar Parvardigoriga tasbih aytadi. Hamd aytadi. Yer yuzidagilarga mag'firat tilaydi. Bilinglarki, Alloh haqiqatan nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Allah'ni qo'yib, butlarni ega qilib olganlarning amallarini Alloh kuzatib turg'uchidir. Sen ularga homiy emassan. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Mekke aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirishing uchun, kishilarni qiyomat kunidan ogohlantirishing uchun sana biz mushundaq arabcha Qur'onni nozil qildik. U kunda hech shak yo'qdir. U kunda bir firqa kishilar jannatda va bir firqa kishilar jahannamda bo'ladi. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Agar Alloh xolisa, ularni, ya'ni butun insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qilatdi. Lekin Alloh xoligan odamni rahmatiga daxil qiladi. Zolimlarga hech qandoq ega, hech qandoq madadkor bo'lmaydi. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Belki ular Allah'tan boshqalarni ega qilib oldi. Faqat Alloh egidir. Alloh o'liklarni tirildirdi. Alloh har narsaga qodir. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Sizlar din ustida va uningdan boshqa har qandoq narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga
Allah hüküm çıqırdı. Ey Muhammed, ularga aytqin ki, ani şu Allah mening parvardigorimdir. Uningga tavakkul qildim. Hamma ishda Allohga murojaat qilaman. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah osmonlarni va zaminni yaratquchidir. Allah sizlarga o'z jinsinglardan juftilarni, ya'ni ayollarni yaratdi. Hayvonlarga o'z tipidan juftilarni yaratdi. Bu orqali Allah sizlarni ko'paytirdi. Hech shay'i Allohga o'xshash emasdir. Allah hammani anglab turg'uchidir. Hammani ko'rib turg'uchidir. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Osmonlarning va zaminning xazinalarining ochqishlari Allohning ilkididir. Allah xohlagan kishining rizqini sinash yuzasidan keng qiladi. Xohlagan kishining rizqini balog'i mubtilo qilib sinash yuzasidan tor qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Allah sizlarga dindin Nuhga tavsiya qilgan narsani sana, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani, Ibrohimga, Musoga va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar. Dinda tafriqchilik qilmanglar. Mushriklarga sen ularni da'vat qilgan narsa, ya'ni tavhid eg'ir keldi. Allah tavhidga xohlagan odamni tanlaydi. Allohning toatiga qaytadigan odamni tavhidga boshlaydi. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Yahudi, Nasara qatarlıqlar ularga ilim kelgandan keyin, ya'ni ular Rasulullahning haq payg'ambarligini bilgandan keyin, ondan o'z ara hasad qilishib, firqalarga bo'lindi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha ta'xir qilishdan iborat so'zi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta hüküm çıqırılıp bolğan bolatdi. Yani ular tez halak kılıngan bolatdi. Ulardan keyin kitapga varislik qilganlar, yani Rasulullah bilan zamandosh bolğan ahli kitap haqqida qattiq dargumandidir. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Şunun üçün, yani dinda ixtilap qilishqanligi üçün, ey Muhammad, barliq insonlarni to'g'ri din asosida ittifoq bo'lishga chaqirg'in. Buyrilg'ining bo'yicha to'g'ri yo'lda ching turg'in. Ular, yani mushriklarning nafsi xohishlariga agashmagin va aytqin. Alloh nozil qilgan barliq kitoblarga iymon etdim. Oranglarda adil bo'lishga buyurildim. Alloh bizning Parvardigorimizdir. Sizlarning mu Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlar mu o'zlaringlar uchundir. Sizlar bilan bizning oramizda jidallashishga o'rin yo'q. Chunki haqiqat oshkoridir. Alloh qiyomat kuni bizni hukm chiqarish uchun yig'idi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Kişiler Allah'ның dinini qabul qilgandan keyin kishilarni iymondan to'sish uchun Allah'ның dinida husumat qilishqanlarning dalillari Allah'ның dargohida botildir. Ular dunyoda g'azabga uchraydi. Oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. Allah kitap, yani Qur'onni haq bilan nozil qildi va adolatni nozil qildi. Sen nima bilasan? Qiyomat yaqin bo'lishi mumkin. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldirtadi. Uningga ishonadiganlar bo'lsa qiyomatdan qo'rqidi. Qiyomatni haq deb biladi. Bilinglarki, qiyomat to'g'riliq mujodila qiladiganlar albatta cho'nqur gumrohlikdadir. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha va huval qaviyyul aziz. Allah bandalariga ko'yinguchidir. U xohlagan odamga keng rizq beradi. Allah kuchlikdir, g'olibdir. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Kimki özünün amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Uningga oxiratda savobdan hech nasibi yo'q. Am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah walawla kalimatul fasl laqudiya baynahum wa innaz zalimin lahum azabun alim. Ularning Allah ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'budlari bormi? Allohning ularga beriladigan azobni qiyomatgacha ta'xir qilish to'g'risidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta dunyoda hukm chiqarilgan bo'ladi.
o'zlariga zulm qilg'uvchilar, ya'ni kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Kafirlarning qiyomat kuni dunyoda qilgan gunohlarining jazosidan qo'rqib turganligini ko'rsan. Ular mayli qo'rqsin, qo'rqmasin, jazo ularga cho'qim nozil bo'lgusidir. Iymon aytgan va yaxshi amallarni qilganlar jannatlarning bog'chilarida bo'ladi. Ular Parvardigorining huzurida xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Bu katta in'omdir. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Allah iymon aytgan va yaxshi amallarni qilgan bandalariga ana shu in'om bilan xush xabar berdi. Payg'ambarlikni tabliğ qilganligimga sizlardan haq talab qilmayman. Faqat tuqqanchilik haqqi uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Parvardigorimning da'vatini yetkazishimga cheqilmasliklarini tilayman degan. Kimki birər yaxshi ish qilsa, uningga biz savobni ziyoda beramiz. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Am yaquluna iftara ala Allohi kadiba fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbik ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Ular, yani Quraysh kafirleri, yani Muhammed Allah'ka yalganını toqidi demdu. Eğer Allah xalisa, yani ular guman qilgandek Allah'ka yalganını toqigan bolsan, senin qalbingni pechatlayotgan bo'ladi. Allah botilni yo'q qiladi. Payg'ambariga nozil qilgan so'zlari orqali haqni haq qiladi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilib turg'uchidir. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Allah bandalaridan tavbani qabul qiladi. Yomon ishlarni afu qiladi. Qilayotgan ishinglarni bilib turadi. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. İman aytgan va yaxshi amallarni qilganlarning duosini Allah ijobat qiladi. Kamoli fazlidan ularga savobni ziyoda beradi. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Agar Allah bandalarining rizqini keng qilsa, ular albatta zaminda pitni pasat teriydi. Lekin Allah xohlagan narsani o'lcham bilan tushiradi. Allah haqiqatan bandalarining ahvolidan to'liq xabardordir. Uni ko'rib turg'uchidir.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Ular yağmurning yig'ishidan ümidsizlangandan keyin Allah yağmur yağdırıp beradi. Rahmetini yoyidi. Allah hammaning egisidir. Madhiyaga loyiqdir. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Osmonlarning, zaminning yaratilishi va u ikkisida jondorlarning yeyilishi Allohning qudratining dalillaridandir. Allah agar xolisa ularni jam'i qilishga qodirdir. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Sizlarga, ya'ni jininglar yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Ey mushriklar! Sizlar zaminda Allohning azobidan qechib qutulolmaysizlar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ega va madadkor yo'q. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. Dengizda qatnag'uvchi tog'dek kemilar Allohning qudratining dalillaridandir. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Agar Allah xolisa shamolni to'xtatib etadi-da, kemilar dengizning ustida to'xtab qoladi. Buningda qattiqlikda sabr qilguvchi, kengchilikda shukr qilguvchi har mo'min uchun nurg'un ibratlar bor. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. yoki Allah xolisa ichidagi kishilarning qilgan gunohlari tufaylidan kemilarni bo'ron bilan halok qiladi. Allah nurg'un kishilarning gunohlarini afu qiladi. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. Bizning oyatlarimiz ustida mujodila qiladiganlar o'zlariga Allohning azobidan qechib qutuladigan joy yo'q ekanligini biladi. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Dunyoning ne'matlaridan sizlarga berilgan har qanday narsa dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Iymon etgan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilarga والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. gunohi kabirlardan, qabih ishlardan saqlanguchilarga, darg'azab bo'lganlarida kechiralaydiganlarga. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Parvardigorining da'vatiga ovoz qo'shalaydiganlarga, namozni ta'dil arkon bilan o'taydiganlarga, ishlarini maslahat bilan qaror qiladiganlarga, biz rizq qilib bergan narsalardan sadiqa qiladiganlarga.
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ Uçurğan zulümga karşı turalaydıqallarga Allah'ның huzurudaki savab teximu yaxşıdır, teximu baqidir. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Bir yamallıqның cazası şununğa oxşaş bir yamallıqdır. Yani sana bir kişi qançılık çekilsa, şunçılık çekilmay aşırıversen bolmaydı. Kimki intiqam elishqa qodir turuqluq apu qilsa ve özü bilen yamanlık qilg'uchining orasini tuzisa, uning ajrini Allah beradi. Allah haqiqatan zulm qilg'uchilarni do'st tutmaydi. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ Zulmga uchirg'uchi odam intiqomni olsa, uni ayblashga bo'lmaydi. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم Ayıplanıdığanlar faqat kishilarga zulm qiladigan, zaminda nahaq ravishda fitna fasod teriydigan odamlardir. Ani shular qattiq azobga duchor bo'ladi. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Kimki aziyatga sabr qilsa, Allohning roziligi uchun intiqom olmasa, bu albatta marg'ub ishlardandir. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ Allah gumroh qilgan odamga shuningdan keyin hech egi yo'qdir. Zolimlar azobni ko'rgan chaqda ularning dunyoga qaytishga yo'l bormidi deganligini ko'rsan. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ Ularning qo'rqqan, xorlangan holda dozaqqa ko'zining quyruqi bilan qaragan holda dozaqqa to'g'rilanadiganligini ko'rsan. Mo'minlar shubhisizki ziyon tortquchilar qiyomat kuni o'zlariga va oilasidagilarga ziyon solg'uchilardir deydi. Bilinglarki, zolimlar haqiqatan doimlik azobdadir. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ Ularga Allah'tan başqa yardım beradigan dostlar bolmaydı. Allah kimni gumroh qilsa, uni dunyoda haqqa, oxiratda jannatga erishtirguchi hech yo'l bo'lmaydi. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير Allah tarafından kelgan qarşı turg'ili bo'lmaydigan bir kun kelishdan burun Parvardigoringlarning da'vatini qabul qilinglar. Bu kunda sizlarga qochadigan joy tepilmay qoladi. Qilmishinglar nomi amalinglarga yeziqlik bo'lganligi, a'zoyinglar
uningga guvoh bo'lganligi uchun sizlar uni inkor qilolmaysizlar. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'risa, biz seni ularga ko'zatchi qilib avatganimiz yo'q. Sening vazifang faqat tabliğ qilishdir. Agar insonga bizning rahmatimizni tetitsak, xush bo'lib ketadi. Ularning qilgan gunohlari tufaylidan beshiga biror hodisa kelsa, inson to'limu kufroni ne'mat qilg'uchidir. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh nemini xolisa, shuni yaratadi. Xoligan odamga qiz farzand ato qiladi. Xoligan odamga o'g'il farzand ato qiladi. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. yoki ularga o'g'il qizni aralash berdi. Xoligan odamni tug'mas qiladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Allah har qandoq odamga faqat vahyi orqali yoki parda orqasidilla yoki bir payg'ambarni avatib o'z izni bilan uningga xoligan vahyini qilish orqali so'z qilgan. Alloh haqiqatan maxluqlarning sifatlaridan ustundir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahyi qilgandek, amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahyi qildik. Sen vahyidin ilgari Qur'onning va iymonning nemi ishkanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xoligan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubhisizki sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. U osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga